Charles Ponzi 20-asr boshlarida AQShga ko'chib borgan italiyalik Ponzi juda ham ayyorona sxema tuzadi. U ilk piramidaga asos soladi. U oldinroq pul tikkan investorlarni, yangi pul tikkan investorlarni puli bilan boqavergan. Ahmadboyning bobokalonlari desa ham bo'ladi. Lekin Ponzi sxemasi Ahmadboydan farqi shundaki, unda albatta qandaydir bir davr muomala vositasi sifatida ishlatilgan. Masalan, qandaydir attorlik mollari, aturib va shunga o'xshash narsalar sotiladi deb investorlarni ishontirgan. Aslida esa hech qanday narsa sotilmagan. Bitta tovar hammani qo'lda aylanib chiqqan. Qizig'i shundaki, investorlar bundan shubhalanishmagan ham. Birov sxemani firibgarlik mahsuli ekanligi haqida savol ham berib ko'rmagan. Uning kompaniyasi hammaga qarz tilxatlari berar edi. Kim $1000 pul bersa, 90 kundan keyin $1500 qilib qaytarib olar edi. 1920-yilda bir mijoz kompaniyaning 50% ulushini talab qilib, kompaniyani sudga beradi. O'sha paytda qonunlarga ko'ra bunday sud jarayonlari vaqtida kompaniyalar faoliyat to'xtatib turilar edi. Barchasi fosh bo'lishi uchun kompaniya 2 kun ishlamasligi yetib olgan. Hozirgi kunda ham xuddi shunday sxemalar ishlab turibdi. Agar shunga o'xshash sxemalarga duch kelsangiz, bilingki, sizni Ponzining nevaralari tushirish harakatidalar. Sxemalari sal o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin maqsadlari saqlanib qolgan. Aka, qarasho, meni fikrimcha men ko'pchilikka yoqmayapman, chunki bu yerda hammasi fikr bir odamlar o'tiribdi. Shuning uchun bularga yoqmayapti, chiqarib yuboring debdi. Men lochga o'zim chiqib ketay ekan. Mana shu zapis turadi, ancha yillar, 10-15 yildan keyin shuni eshitib, fikr qilasiz qaytadan. Bo'ldi sizga. Ha, mayli aka, olib qo'ying, mosh sizga kerak bo'lar aka. Mosh sizga kerak bo'lar. Lekin mana bu yerda o'tirganlar bor-ku. Короче, bu narsani oramligiga 100% men aminman, ko'rdim ham hamma narsasini. Bu narsani kelayotgan narsa hammasi qoram, tushunyapsizmi akajon? Hammasi qoram. Bu narsani shayxlar ham keltirib berdi. Siz hozir o'zingiznikini anaqa qilyapsiz. O'zingiz fikringizni to'liq oldinga tortyapsiz. Faqat o'zingiz Onarbek investor topasiz. Siz musulmonman deyapsiz, dinni qabul qilganman deyapsiz, islom dinidaman deyapsiz. Nima uchun u narsalar siz boshqa eshitib? Siz aytyapsiz, Secret filmni ko'rgansiz, Sanjar aka aytib ketdi bu narsani. Secret filmni ko'p ko'rib qo'ygansiz. Secret filmda to'liq ateistlik, nima deydi? Alloh bajariladigan ishlarni faqat shu gapirib o'rgatib turadi inson uchun. Men bu narsani darsligini ham bilaman. Faqat fikringga tayan, fikr o'zing yaratasan hamma narsani. Taqdir degan narsani gapirib o'tmaydi uning ichida. Faqat siz o'zim yarataman narsani deb o'zingiz fikringiz bilan qilib ishlayapsiz. Bu juda noto'g'ri narsa. Sizga farqi yo'q shekilli, po-mo'yim, sizga qanday luqma yeb katta bo'lishingiz yoki qanday luqma bilan farzandlarni, oilani boqishingiz. Ro'zibekdan boshqasi yo'qmi Elinesda? Ro'zibek Abror Muxtor Ali aytdi-ku, 7 ta причина keltirib beryapti. G'arar bor, g'ash bor deyapti. Bu yerda shubhali narsa bor deyapti. Harom bo'ladi deyapti. Bu yerda g'arar bor, g'ash bor. Kanishna bor bu narsa, yolg'on bor. Men o'zim shunday narsa shu savolni berdim, imенно shu savolni, shunga berilgan savolni berdim. Agarda senga shu narsani sen ishonib turgan domlang shu narsani halol haromligini keltirib bersa, qayt deb da'vat qilsa, sen qaytasan desa, men shu insonni videosini qo'yib turgan inson, meni bu inson qaytara olmaydi deyapti. Buni qanday tushunish kerak shu narsani-da? Imенно men shu borgan vaqtda shu inson qo'yib turgan narsasi videosini qo'yib, follow qilib odamlarga ko'rsatib beryapti, edin-payin qilib. Endi mana qilib deb tursa, ishonmasdan deydi, menga bu bo'lmaydi, o'zim fikrim bor. Shunda ko'rganini qilaman deydi. Men tushun bo'lmaydi bu insonlarni. Qabul qilmayman deganida nima bo'lsa ham. Elinesdan kim bor qo'shaman, keyin yana qo'shmadi, o'chirib qo'ydi demanglar. Elinesdan kim bo'lsa qo'l ko'tarsin. Bu Elineschilar. Ularni topgan luqmasi, afshi bu narsani o'zlari o'tirib olib, nimani o'ylashyapti bular. Mana hozir ham Otabek aka, o'chiramiz. Aka, Otabek aka. Yana Ro'zibek. Eshiting Otabek aka. Eshitaman aka. Mayli siz aytyapsizki, sen topgan luqma harom ukam debsiz.
yesi halol bo'ladigan bo'lsa, lekin men ana shuni qiyomat kuni sizdan da'vo qilamanki, sen harom degan akajon, akajon, men bilaman, men tomondan kelgan, men borib topshirgan narsalar men bilmagan holatimda borib topshirganman pullarni. Ishonasizmi? Meni aldab yurib. Aka, mayli. Sizda aldagan odamga u javob beradi aka. U javob beradi, lekin siz bir narsani ishlaysiz. Sistema bitta, ish faoliyat bitta, men bilaman bu sistemani qanaqa. Hamma bir xil. Mana shu yerda har kim har xil ishlaydi aka. Har kim har xil ishlaydi bitta. Ofisda podключение bo'lyaptimi, sistema bir xil degani. Har bitta ofisda podключение bormi, bu degani sistema bir degani aka. Lekin qanday podключение bo'lyapti? Yolg'on gap bo'lmasa, siz akajon, обучение nima? Bu yerda обучение nima? Follow nima? Edify nima? Buni bilasiz o'zingiz. Siz o'zi o'rningiz ko'tarilgan darslikni bergansiz akajon. Men sizni holatingizni ham, qanday o'tirgan holatingizni ham tushunib turibman akajon. Sizga kim dars o'tkazib, sizni miyangizga o'qitirganini ham tushunyapman akajon. Siz bu narsani qanday chekib ketib turganingizni ham tushunib turibman akajon. Siz har xil holatda turibsiz akajon. Men sizni holatingizni qaysi biridaligini lekin topolmayman lekin siz 5-6 ta holatdasiz aka yoki shuncha mehnat qilib qo'yib tashlab ketgisi kelmayotgan holatda bo'lishi mumkin yoki pullari yo'qib qolgan holat bo'lishi mumkin, topib qolgan holatda bo'lishi mumkin. Siz lekin adashayotganingizni o'zingiz ko'nglingizdan sezib turibsiz, chuvstib turibsiz, lekin bu narsaga bilmayli ateistlarda shunday fikr bor ekanda, shu dunyoda harom ishlarini qilib olish uchun shu narsalarga ko'zini yumishar ekan, Alloh yo'qligiga shunaqa tasavvur qilishar ekan. Tushunyapsizmi? Harom ishlarni qilib olish uchun. Nafsni qondiradigan ishlarni qilish uchun, o'zi xohlaganda yashash uchun shu narsalarni qilishar ekan bular. Shu narsani o'zlariga aka, hammani boshida Xudo bor aka. Sizni o'zingizdan kelib turib og'zingizga 1-2 marta erik beravermang aka tilingizga. Luqmayni harom debsiz. Xuddi 100% Xudodan boshqa hamma aka adashadi. Adashadi Xudodan boshqa hamma. Siz aytmangki, o'zingizda eshiting axir gapimni oxirigacha. Fikringizga kelib turib o'zingizni bitta fikringiz bilan aytmangki, misol uchun sen topadigan luqma harom, ateistsan, unaqa gaplar kerak emas aka. Lekin agar xato qilib qo'yadigan bo'lsangiz-chi, lekin bilasizmi nimalar kutib turibdi sizda aka? Bani ham biling. Yesli qarang aka, Anarbek Pirimqulov bilan nima bog'ladi debsiz? Aka, eshitingda, Anarbek Pirimqulov bilan nima uchun bog'ladi debdi dedingiz-ku, ana shu savolingizga javob. Hujurat surasining 10-oyatida degan Muhammad Aplaynda treningida aytgan shu narsani. Nima degan? Innama mu'minuna ikhvatun degan, har bir mu'min musulmon bir-biriga aka-uka, opa-singil. Siz agar xohlasangiz addoshi, o'sha odamni ham ishdan chiqaring axir mana. O'sha odam ham musulmon-ku. Akajon, aytdiki, men ham shu birinchi, ikkinchi videodan kelgan Anarbek Pirimqulovni men javoblarini eshitdim. Sabraniya qildi. Saidjon oplar bilan gaplashganini ham eshitdik. Qanday gaplashganini. Aytdiki, birinchi halom-halomni surishtirgan odam birinchi namoz o'qisin, boshqa qilsin degan joylari bo'ldi-da. Endi xo'p, namoz o'qimasligimiz mumkin, to'g'rimi? Namoz o'qimasligimiz mumkin. Lekin doполнительный harom emaylikmi bu yerda? Ahli ilmlar aytib turibdi-ku, shayxlar aytib turibdi-ku. Bu yerda nima endi? Nimasi vobros endi bu yerda? Aroq ichma deyapti, ichmayapmiz. Zino qilma deyapmiz, qilmayapmiz. Endi harom ham yeb qo'yishimiz shartmi bu yerda endi? Ahli ilmlarga ergashish kerakmi? Aka, qarangda. Endi bu o'zingizning fikringiz. Bir tarafdan qarasak, o'zingizning fikringiz aka. Men aytaymanki, mayli. Anarbek Pirimqulov shunday degan ekanlar. Bir marta nima uchun chiqara olmanlaring? Dedimi? Cheris Saidjon Aplayn nima uchun chiqarmanlaring bir marta domla bilan gaplashtirishga? Saidjon degan inshaalloh bo'ladi. O'zbek navbat bilan bo'ladi hammasi. Aha, men ham sizga o'xshaganlar ko'pda akajon. Paddeshka qilyapsizlar, faqat tepaga chiqib olib. Shu odamni shunga ishonyapsizlar. Shuni paddeshka qilyapsizlar, shuni gapini qaytaryapsizlar. Akajon, siz olgan darslikni biz ham olganmiz. Shunday pattrujon qilganmiz bolalar. Harom deb oyog'ini tirab olgan odamlar shunday pattrujon qilganmiz-da. Birinchi videoda ko'rib, men ham pattrujon bo'lganman. Menga idim fayn qilishgan. Ikkinchi videoda gruppaga tashlayman desam, meni chiqarish boryapti. Meni o'zing bilsang bo'ldi deyapti. Nimaga? Musulmonman, harom deb tursa, odamlarga tashlashga to'xtang-da, meni gapimni eshiting. Siz mishleningiz o'zgargan. To'g'rimi? Gapni eshitish kerak. Bu yerda men tashlashga haqqim bormi? Mo'minman, musulmonman, to'g'rimi? Odamlarga harom narsani yetkazib qo'yishim, halol deb yetkazib qo'yishim. To'g'rimi? Harom ekan bu ish deb tashlashim mo'jna, to'g'rimi? Lekin gruppadan chiqarish bo'lyapti. Men sizga savolim bor-da. Qarang aka, masalan, fatvo beryapti ahli ilmlar. Boshqa bir insonga fatvo berishga haqqi bormi?
Menga bitta shunaqa ghost tashlandiki, bu Ulug'bek Qorinni videosi tarqalmasdan oldin audio zapis tarqalgan, что meni komandamga ham, meni o'zimga ham yetib kelgan bu narsa. Вообще-то O'zbekistonga meni boshqa joyga borganmi yo'qmi bilmayman, bizni regionga kelgan shu narsa audio zapis. Boshida ham aytib o'tirdim-da. Ulug'bek domlari, to'g'rimi? Yo'q, musulmonlar idorasida gaplashilgan audio zapis. Sizga ham yetib borgan u narsa 25 minutlik, adashmasam shunaqa. O'sha narsa tarqalgan. O'sha yerda konkret audio zapis eshitsangiz, harom deb fatvo berilgan musulmon idorasi tomonidan. To'g'ri. Endi bu yerda aytilyapti, menga shunaqa audio zapis ham kelyapti, shtop Elnesda qolganlar tomonidan Mr. Sofikni audio zapis kelyapti. Mr. Sofik nima deyapti? Qara deyapti. Endi kimga aytilganini aytmayman, bitta insonni ismi tilga olingan aytdi. Shu ahli ilmlar fatvo beryapti-kan, harom deb. Gap yo'q. Endi ular butun mana shu Elnes shirkonlarida zimmasini bo'yniga olib turib, harom deb fatvo beryapti. Endi men ham bo'ynimga hammani zimmasini olaman-da, halol deb fatvo beraman. Shtop agar bu harom bo'lsa, men halol deb odamlar ishlatadigan bo'lsam, Xudo menga ko'rsatsin, nima nakazaniya bo'lsa, meni bo'ynimga kelsin, men hamma uchun men javob beraman dedi. Bu narsaga qanaqa qaraysiz aka? Bu narsa Qur'on sunnatga qarshi 100% men buni aniq ayta olaman. Chunki hech kim birovni misol uchun birov uchun javob bermaydi-da, hech qachon. Qiyomatda ham boshqa joyda. Bu aytayapti, men hammani javobini o'zim bo'ynimga olaman deyapti. Unaqa gap hech qachon men eshitmaganman, o'qib ham ko'rmaganman ochig'i. Hech kim birov uchun javob bermaydi. Hamma o'zini oyog'idan osiladi. Aha, gap yo'q. Bu Rozbek akani bir mikrofonni yoqasizmi aka? Bir gaplashaylik. Gapim bor edi. Rozbek aka yonig'i adashmasam. Rozbek aka bugun trendga chiqaman. Rozbek aka eshityapsizmi? Gapiring. Eshitaman. Alaykum salom. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Alaykum salom. Alhamdulillah, rahmat. Gap yo'q, krasavchik. Aka qarang. Bitta narsa. Meni ishim o'zim uchun 100% halol deb bilaman. Ahli ilmlarga ergashmayman degan gapni qilyapsiz, to'g'rimi? Hozir eshitganimda shunaqa ma'noga, shunaqa narsani tushundim men. Xo'p. Shu narsa aniqmi? Hozir men aytayotgan gap ahli ilmlarga ergashmayman, men o'zim uchun halol deb bilaman degan narsa to'g'ri. Shuni to'g'rimi? Yo'q. U gapingiz noto'g'ri. Men ne demadim-ku. Men ahli ilmlarga ergashmayman demadim. Prosta ular tagda ularga kanishda ergashamiz. Ular aytibdi, zino ishtingda zino qilma desa qilmayapmiz. Nima deyapsiz? U narsalar правильно. Lekin ular marketing sohasini tushunib yetadigan nima emas-ku ular degan maqsadda gapirdim aka sizga. Gap yo'q. Aka qarang. Shunaqa bitta davlat bo'lsinki, qarang aka, ishtingda siz ham elinizda ishlagansiz, mana chisto o'shanda gapiryapsiz. Gap yo'q deb, meni gapimni qabul qilib, potom o'zingiz gapingizni nima qilyapsiz aka? Ishlaganman aka, tan olaman. Men bir nima deganim yo'qmi? Prosta bu narsani sizdan tushunib oling deb. Aka, yoshingiz 20 dami, to'g'rimi? 2020 yoshdaman. Xuddi shunday. Gap yo'q. Endi necha yildan ishlaysiz? Elinizda endi nevajna, siz uchun nevajna qanchadan beri ishlashmi? Endi примерно bormi? 1 yil bormi? Может 3 yildir. Bo'ldi, gap yo'q, 3 yil. Aytaylik 3 yildan beri ishlayapsiz. Mayli, 5 yildan beri ishlagan aka. 5 yildan beri ishlayapsiz, 5 yillik stajingiz bor siz. Elnes haqida, to'g'rimi? Bu ahli ilmlar, fatvo berayotgan ilmlarda, ahli ilmlar necha yildan beri bu sohada yuradi, bilasizmi? Marketing sohasidami? Yo'q, o'zlari din sohasida. Din sohasida yuradilar, lekin marketing sohasida yurmaylar-yu. Din aka bu chuqur narsa. Aka din chuqur narsa. Din qildigan narsa. Lekin bitta narsa ham bor-da aka, dinni chuqur. Xo'p. Men most xohlamayman, men bitta qildigan narsani bitta neправильно gapirib turib uzib tashlasam, yo'q, men ular gapiga kirmayman degan maqsadda, bilishning bugungi hayotim uchun men oxiratimni sotib qo'ymayman-ku. Gap yo'q. Aka qarang, bu ketishda agar sizga harom deb Alloh taolo sizga ko'rsatyapti, masalan, mana senga yo'l ko'rsatyapman, qayt yo'lingdan deb bizni yuborgan bo'lsa, siz qaytmayotgan bo'lsangiz, oxiratingiz kuyib qolishi mumkinmi? Mumkin debsa, lekin qarang, menga ham shu yo'lda qanday berilgan? Men kakoyda bir qiynalib turgan vaqtim berilgan. Qarzga botib ketgan holim, men 20 yoshda bo'lsam, meni istoriyam normal istoriya sazayotganman aka. Qandaydir bir qarziga botib ketgan, mana bunday bukmaker degan непонятный narsalar o'ynab yurgan paytim, hamma taraflama, hamma do'stlarim qochib ketgan paytda menga mana shu imkoniyat berilgan aka.
Ana shu menga berilgan imkoniyat emasmikan? O'sha payt qo'lingizni ochib, Allohim menga sabr ber deganmisiz? Xudoga shukr aka, men Xudoga shukr hamma narsagacha qilganman. Xudoga shukr qilamanki, menga imina shu ishni berganlari uchun. Sizga sabr ber degan ma'no aslida qarang. Aslida qarang. Aka, sizga o'sha sinovlar kelganmi istoriya? Zo'r istoriyangiz bor ekan, gap yo'q. O'sha istoriyangizda siz sabr ber deb Allohim deb Allohdan so'ragan so'rami? Sabr ber degani aslida qarang, tegi. Menga sinov ber Allohim degani bo'ladi. O'sha alhamdulillah deganingizda balki boshqa vaziyat bo'lishi mumkin edi, tushunasizmi? Taqdiri azal degan narsaga musulmon, hamma musulmon iymon keltiradi, to'g'rimi? Balki mana shu narsa siz taqdiringizdir. Mana shuncha 1 yil ishladingiz yoki 5 yil ishladingiz, mana shuncha ishlab turib o'zi chiqib ketish siz taqdiringizda bordirki, biz yuborayotgandir. Qayerdan bilasiz aka siz? Akajon, siz taqdir bilan Viberda adashtirmang aka. Gap yo'q. Qarang aka. Payg'ambarimiz aytgan, yolg'onchilar bizdan emas degan gap bor. Bu narsaga ishonarsiz hech bo'lmasa, to'g'rimi? Xo'p. Plan o'tirayotgan paytida zarracha bo'lsa ham yolg'on ishlatiladimi? Men plan o'tish vaqtim men yolg'on ishlatmayman. Который men kompaniyani nimasini ko'rsatib beraman aka. Chunki prezentyor litso kompaniya. Agar prezentyor xato qilsa, keyin odamlar aytadi, aka, mana unday plan ko'rsatsa. Ana endi qarang aka, taqdir bilan savolim oxirigacha aytaylik, qarang. Savolim oxirigacha aytaylik. Men boyaga savolingizga javob beray, keyin bu savolingizni berasiz. Tovarni tushuntirib bering, bo'ldi prosta. Men sizga hozir unga javob beraman. Ana endi birinchi savolingizga javob berib olay. Xo'p, o'z javobingiz qolib ketmasin. Qarang aka, taqdir men bu Tojikistonda tug'ilganim, O'zbekistonda emas, Tojikistonda tug'ilganim bu taqdirim. Qiz emas, o'g'il bo'lib tug'ilganim taqdirim, to'g'rimi? Yoki bir payg'ambarimiz davrida emas, hozir tug'ilganim, mana bunday qandaydir mana shu zamonda tug'ilganim bu men taqdirim, правильно? Значит, mana shu zamonda qandaydir missiyam bor. Lekin Viberda Xudo odamni o'zini qo'liga bergan aka. Xohlang yaxshilik tanlang, xohlang yomonlik tanlang. Siz demoqchisizki, siz aytyapsizki, men izoh berib o'tay. Izoh berib o'tay aka, qarang. Siz demoqchisizki, shu yerda men Elnesdan chiqib ketsam och qolaman. Shunaqa fikr borda, siz hozir gapingizdan shu narsani tushunayapman, chiqib ketmasligi uchun. Qarang, Alloh taolo aytgan, o'ylanma bandam, rizqing mendan degan joyi bor aka. Aka, siz men boshqacha gapirib yordingiz, aka. Men aytayapmanki, Viber insonni qolishni o'ylayapsiz. Siz kelajakda orzu maqsadlar o'ylaysiz. Bo'y boshqa narsa emas. Xudoga shukr akam, daftarda birinchi betiga bekordan bekorga orzu maqsad yozilmaydi aka. Aka, men orzu maqsadimga boshqa yo'l aytsam ham bo'ladi. Eshiting aka. Men o'qiyman, Xudoga shukr. Men Elnisdan chiqsam kim aytadi? To'g'ri chiqib ketasan deb. Xudoga shukr, menga Xudo hozir gapingizdan shu narsa kelgan, nima bergan? Men gapimdan u narsa kelib chiqqan yo'q, sizni kallangizga kelib chiqyapti bu gap. Unday fikr. Sizni gapingizdan shu narsa kelib chiqyapti. Mana ayting aka, admin qanlar, admin. Siz ayting, men gapimdan shu narsa kelib chiqyapti. Men admin qanlar, investor nomeri deng. Meni gapimdan u narsa kelib chiqqan yo'q aka. Meni правильно tushunadigan bo'lsangiz ayting. Men Elnisdan chiqsam och qolib ketaman degan ma'noda gapiryapman aka mana. Agar haq bo'lsangiz ayting, nima o'zingiz. Men u ma'noda gapirmayman-ku. Просто men aytayapmanki, Viber o'zimizning qo'limizda. Agarki taqdir nima bo'lganda edi, nima deydi? Taqdir bo'lganda edi, yomon ish qilish ham bizning taqdirimizga yozilmagan-ku. Do'zaxga kirib ketishimiz ham nimaga yozilmagan-ku. Zakir Naik deb taniysizmi? Ma'ruza o'taydiganda. Ma'ruza o'taydigan odamni. Dinga da'vat qiluvchi odam, Zakir Naik. Ko'rgansiz o'sha odamni? O'sha odam nima degan? Ya'ni insonga degan nima uchun mana bir ateist savol berganki, Xudo degan agarki nima qiladigan bo'lsa, misol uchun bir oldindan biladigan zot bo'lsa, nima uchun ba'zi odamlar do'zaxga kiradi, ba'zilar jannatga kiradi? Xudo biladi-ku shular, misol uchun taqdir qo'yib bergan, o'shanday bular baribir do'zaxga kirishi. Nima uchun meni yaxshi ish qildirishga harakat qildirmaydiganda, Xudo insonni qo'liga Viber bergan. Xola yaxshi yo'l tanla, xola yomon yo'l tanladi, Viber bergan deydi. Ilib aka, men bu ma'noda siz men bu ma'noda gapirsam, siz aytyapsizki, Elnisdan chiqsam och qolib ketaman degan ma'noda gapiryapsan deysiz aka. To'g'rimi aka gapim? Ertaga uyingizdan chiqdingiz, sizni mashina urib ketdi. Elnisga ketyapsiz, yaxshilik bilan ketyapsiz-da, o'zingiz Viber qilib ketyapsiz. Sizni mashina urib ketdi. Kim nima bo'ladi? Taqdir bo'ladimi, Viber bo'ladimi? Aka, o'lim tug'ilish va o'lish u taqdir aka. Yo'q, o'lim demayapman, o'lish demayapman. Siz Viber qilib chiqyapsiz, siz bilmayapsiz, to'g'rimi?
Men Viber, lekin men o'lishda Viber qilib chiqqanim yo'q-ku aka. U aka tug'ilish nima edi sizda? Malikjon. Malik? Ha, eshityapman. Organizator. Ro'zboymi? Kim gapiryapti ana? Ro'zboy ismingiz. 550. Ha, Ro'zbek. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alhamdulillah akam, yaxshiman. Ishlar bilan charchamaysizmi? Xudoga shukr akam. O'zingiz qalaysiz? Yaxshi, rahmat, Allohga shukr. Men ismim Murodda, men o'zimni tanishtirib o'tayin. O'tgan safarim tanishtirib o'tganman. Surxondaryodan bo'laman-da, O'zbekistondanman. Da? Hozir hammamiz aytyapmiz, biz adolat tomonda yuramiz deyapmiz-da, ya'ni diniy tomonda yuramiz deyapmiz. To'g'rimi? Endi qarangda, men sizga bitta narsani oldin primer qilib keltirib qo'yaman. Men o'zim 2,5 yildan beri mana shu kompaniyada ishlayman. Ofisimda ham aytishim mumkin, qayerda ishlab kelganman, nima qilishim mumkin. O'sha yerda ko'p ham taniydi. O'tgan safar ham aytganman. Toulouse ofisda ishlayman. Endi qarang, gapimni eshiting. Siz qiynaldingizda, yer chopdingiz, o'qildingiz, bu qildingiz, yerga ekin ekdingizda, oylalik bir kartochka deylik. Kartochka pishdida, kartochkasi katta bo'ldi-da, shunaqa meva soldi-da, Mevani shuni yig'ishtirib olgan paytingiz davlat kelyapti-da, sizga aytayapti, Ro'zboy dedi, bu dedi noqonuniy joyda dedi-da, molingizni tortib qo'yapsiz. Qanaqa ahvolga tushasiz? Bu davlat hukumi. Akam bitta narsani ayta olaylik mana. Tortishmasdan sekin muomala bilan mana shunday ish qilaylik. Gap yo'q akam, gap yo'q. Ana endi qarangda aka. Birinchidan avval bilish kerakki, qani davlat o'sha yerga ruxsat berganmi yo'qmi, o'shanga qarab ekish kerak aka. O'z nima qilgan bo'lsa, o'z sizda xatoyingiz bo'ladi. Yo'q, meni xatom, sizni xatom demadim. Sizga men primer qilib keltirib berdim. Siz bitta yerda, toshloq yerda dedik, toshini terdingiz, chopdingiz, o'qildingiz, bu qildingizda, kartochkani ekdingiz. Kartochkani sabrat qilib olaman degan paytingizda, terib olaman degan paytingizda, davlat kelyapti, shoshma dedi, Ro'zboy dedi. Bu dedi noqonuniy joy ekan dedi. Seni joying emas ekan dedi. Shu hamma narsani olib qo'y, yig'ishtirib olib qo'ydi. Siz nima qilasiz shu payt? Aka, hozir endi siz ham aytyapsizki, bu gapingizning ma'nosi, sen elinizda ishlang, komanda yig'ding, normal qiynalding, boshqa qilding, mehnat qilding, lekin din aytsaki bu narsadan qaytasanmi degan ma'noda gapiryapsiz aka, to'g'rimi? Siz meni savolimga javob bering. Kim men savolingizga javob berganimdan keyin mendan shu gapni aytasiz-ku. Mayli, qarangda. Endi hozir qarang, men sizga aytaman, hozir bu yerda men ko'pchilik aytaman, Mr. Softni Anarbek Pirimqulubni даже olaylik mana Vishistayach liderlarda endi sanash muhim emas. Endi qaysi ofisda bo'layotgan bo'lsa, hozir shuni ofis lider keladi, shu aytadi, "Davay, biz ofisni yopamiz" desa, boshqa ofisga ko'chamiz desa, siz nima degan bo'lardingiz? Yo'q, men mana shu ofisda ishlayman, men mana shuncha mehnat tekdim. Boya aytgan gapingizda, ertalab 9 da kelaman, kechasi soat 1 da ketaman degan bo'larmidingiz? Boshqa ofisda bo'lsa, ofis yopildi degan narsa emas, boshqa ofis ochildi degan gap aka. Ofis borda prichom 2,5 yildan beri ishlagan bo'lsangiz, men sizga bu narsalarni prosta primer qilib keltirib beryapman, чтобы sizga ham tushuncha bo'lsin debda. Menga farqi yo'q, ishlaysizmi, ishlamaysizmi. Alloh taolo aytayapti-ku, payg'ambarimiz aytayapti, bir-biringni qo'llab-quvvatla, ya'ni qaytar yomon yo'ldan, fahsh ishlardan deyapti-da. Ne tolka-da bunday mayda-chuyda. Endi men sizga prosta o'zimni berayotgan maqsadni qarab turibmanki, olmayapsiz. Hech qanday narsa, bu narsa o'tgan safar ham bo'ldi. Ya'ni o'tgan safar nima dedi? Mana Xristian Daniel degani chiqib turib, men to'g'ri ochiq oydin aytaveraman. Yetkazuvchilar bormi? Xohlasa telefon qilsin, o'tgan safar telefon nomerimni ham aytganday bo'ldim. Da o'sha aytayaptiki, nima deydi? O'tgan safar nima dedi? Bu narsa dedi, halol dedi, u dedi, men qilyapman dedi, hamma narsani men qildim deb bergan o'zini fikrini bildirdi-da. Men aytayapman, bu yerda mo'min musulmonlar yig'ishyapti, mana shu temaga oydinlik kirish tushin deyapti. Rahmat, otasiga mingdan rahmat, mana shu inson, ko'p insonni ko'zini ochyapti. Nasamdali, men ham kelganimda meni kallamga ikkita so'zni qo'ydi. Men ana shu so'z bilan ketaveribman, tushunasizmi? Men ana shu so'z bilan ketaveribman. Da siz aytyapsiz, mana bu yerda endi ikkita so'zni biz yodlab oldik. Lekin menda ham yo'q edi mana shu so'zlar. Menda mana shu insonlar bilan tortishish yo'q edi. Благодарю Elines da mana shu narsaga olib keldi, menga bilim berdi, o'qidi, o'rgatdi, mana shu holatga olib kelib qo'ydi. Lekin agar meni ilm bergan insonlar, men Mr. Soft bo'lsa, Mr. Soft bilan tortishaman. Lekin menga yo'l qo'ymaydi. Nimaga? Men unga bitta savol bersam, javob bering desam, u inson nima qiladi? Menga 10 ta savol tashlaydi, davay deydi. Mana unga javob ber, mana unga javob ber, mana unga javob ber. Nimaga? U kitobni o'qib qo'ydi, tushunasizmi?
U g'ayriy dinlarning kitobi bu. Tushunyapsizmi? Чтобы mana shu nima deydi? Isbaqga yetkazadigan insonlar. Audiosini ham qo'yib berdi, eshitgan bo'lsangiz aka. Audiosini qo'yib berdi. Menga qanaqa yozgan. 25 minutlik qanchadir videosi bor edi uni. Juda ham aytayaptiki, O'zim Instagramdan yozgan audiosi-da xudan deyapti. Sanjarbek aka nechinchi tilda yopgansiz? Bular gapini eshitdi deyapti. Shu ma'no chiqyapti. Yerga yasimsiz. Sanjar aka nechinchi tilda yopgansiz? O'zbek bilan surishgani foydasi yo'q. O'zbek va o'zi chunki yaqinda qo'shilgan, o'zini ko'rsatmaydi, o'zini tanishtirmayapti ham. Bu Sanjar aka mayli o'zini tanishtirmasa ham-da, просто biz insonlar nima qilamiz? Kimnidir gapi mana u tegib qolishi mumkin. Men misol uchun o'shacha yaxshi gapiryapman, tortishmasdan. Agar Daniel bo'lganda edi, hozir kanalni bo'yiga olib borib kelgan bo'lardim-da. Misol uchun bu mo'min musulmon, alhamdulillah biz to'g'ri tushuntirishga haqqimiz bor-da. Mana bitta misol hamma qarab turibdi. Bitta misol mana shu Murodjon misol turibdi. Meni kamandan borib Gulyaz bilan Sofikni borib urmoqchi bo'ldi. Shundaymi? Qochib ketganimizni bilasiz. Uchrashuv qildik. Biz bordik, Mislof bilan Gulyaz telefon ko'tarmay qo'ydi. Qochib ketdi boshqalarga. Xuddi shunday zapislar turibdi. Ha, zapislar. Qaysi maqsadda bordingiz aka? Agar yaxshi ko'rdingizmi o'zi maqsadingizni topgansiz. Maqsadim emas, men men istagan Rozbek aka. Zarobatni pulni bermadi, zarobatni pulni bera olmadi. Keling yana anaqa sporlashmaylik. Bu tema juda ham kuchli. Endi misol uchun bunday olganda ba'zi bir ofislarda bo'ladi, ba'zi bir insonlar endi bu pul olish, pul nima qilishlarda o'zlaringiz bilasizlar. Lekin hozir ketayotgan temani, mana siz o'zingiz ayting, real ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz, yo oldingizda jar turibdi-da. Men bu dunyoning jarini aytmayman, nargi dunyoning jarini aytyapman. Turibdi, do'zax olov yonyapti, o'zi deyapti, kuyasan, yonasan deyapti. Yondim desang muzga solaman, muzladim desang deb o'tga solaman deb. Oddiy bir mana onalarimiz, opalarimiz, singillarimiz don yopadi. Tandirda oldiga issiqqa bir borib ko'ring-a, yonida tura olmaysiz. Mayli bu dunyoning issig'i 45 gradus bo'ladi, 50 gradus bo'ladi. U hech narsa emas. Lekin nargi dunyoda yonayotgan issig'ingizni yoniga yaqinlasha olmaysiz. Hozir bu yerda tandirda yoniga bir 2 minut tura olmaysiz, to'g'rimi? Aka, u narsani men ham bilaman. Men даже do'stlarimga primer keltirganmanki, toshda dushga kirib sal nima suving isib ketsa nima bo'ladi, Jo'rajon? Даже o'shanga dosh bera olmaymiz. Kelinglar, yaxshi yo'lga chiqing. Nima bo'laylik deb turib namoz o'qiydigan gaplarni ham aytganman aka. Siz u primerlarni men ham bilaman juda yaxshi. Bu men siz bilan bu dunyoni mol uchun tortishmoqchi emasman-da. Siz aytdingiz, men Allohdan so'radim deb. Men o'zim ham turibchi, kechalari uxlamasdan meni chiqarib yorgan paytlari bo'lgan, ofisdan chiqib ketib deb ko'chalar Allohdan iltijo qilib so'raverganimda, ertasi kuni nima bo'lardi? Men juma namoziga borsam, meni og'aynimni berib o'tiribdi-da, bor deyapti, olib bor deyapti deb men olib boryapman, haligi bechorani olib kelyapman-da, 45 yilga podключённый bo'lyapman. Bechora alay nima deydi? Men shunday bir liderim borda, bir chiroyli liderda, shunday nima deydi, ismini ham aytib o'tib ketaman, balki shu yerda taniyotganlar bor, balki kirib o'tirganlar bor, ismi Boymurodda. Ishlasang ishla, ishlamasang nishto deb meni qo'limda qo'yib. Qarang, odamzod 3 yil davomida, 2 yil davomida 3000, 4000 dollarini yig'yapti, olib kelyapti, kompaniyaga beryapti, qo'liga nima qilyapti? Xolos, bitta mundagina bitta turkfitovga berib qo'yapti-da, Hali men nasamdaylar bironta insonni ko'rmadimmi? LNS 5000 qancha 8 yildan beri ishlayapti. Men nasamdaylar men o'zim bordim, aynalib keldim deydigan insonni men ko'rmadim. Tushunyapsizmi? Komandani yig'ib olib borib qo'ydi. Bu LNS yomonlash haramlash emas, lekin men mana shu yerda joy kelgan payt, jahlim chiqqan payti men mana shu narsani aytib olay. O'sha birontasi hali kirib borib kelmadi, turkfitovkani ber. Hali kelyapti, aka men bo'lmadi deyapti. Men so'kdim deyapti. Yana qarangda, halol deyapmiz-da, halol deyapmiz. Halolni kim tuzdi? Mr. Sofik tuzdi. Mr. Sofikdan tepasini menga ko'rsatib bering. Mr. Sofik kim? Men tengi qolib, men tengi bola. Mr. Sofik. Tushunyapsizmi? Hozir yoniga borib, men borib yoniga Murod aka. Qarang, eshiting. Men borib yoniga rasmga tushayin desam, sen kimsan deyapti. Kimni mana direktor deyapti. Tushunyapsizmi? Haydaveryapti. Qarang, lekin men o'sha paytda qachonki men rezultat qilsam yaxshiman, rezultat qilmasam yomonman. Ana o'sha insonlar javobi kimni bo'yniga qo'yib ketadi? Meni bo'ynimga qo'yib ketadi. U insonni men chaqirganman. Onasini, opasini rizqini qiyib turib, mana bu yerga berganman. Ana endi men liderim aytayapti, "Nishto" deyapti, "Sen ishlamasang boshqasi" deyapti. Men yaqinda guvohi bo'ldim. U ham Tulisga ofisda ishlaydi, boshqa o'zida.
$6,000 berdim deyapti, ukajon deyapti. Ayol kishi $6,000 pul berdim deydi. Men deydi $6,000 pul beryapman. Eshitdingizlar, birodarlar. Ko'zlaringizni ochingizlar. $6,000 pul berdim deydi. Bitta sabraniga kirdim deyapti. Menga aytayapti, "Nechta sen ishlamasang boshqasi" deb chiqib ket deb aytayapti deydi. Qarang, $6,000 pul bergan odamga ham shunday deysanmi? Nodon, ko'zingni och. Bitta ofisni ochib qo'yding, yoshing 20 da, 11 da, 21 ga to'layapsan. Kallingga ikkita so'zni qurib qo'ydi, yo bo'lmasa bitta kitobni o'qi dedi, bir kitob to'nli uyingdan kechding. Rahmat, o'qib chiqding, lekin hayot uchun o'zingga ma'lumot olding. Lekin odamlarga nimaga bunday yomonlik qilasan? Qarang aka, endi Murod aka qarang. U puchovkaga nega bormaydi, bilasizmi odamlar? Namogani. Men boya so'radim, planda yolg'on ishlatiladimi, yo'qmi deb. Bitta aktivatsiya degan narsa bor. U narsa planda aytilmaydi. Bash yolg'onmi? Yolg'on? Yo'q, u joy qarang. $580 berasiz, dam olib kelinasiz deyilgan. Aytdi. Aktivatsiya qilgandan keyin dam olib kelinasiz deyilmaydi. Yo'q, qarang, endi men u joyni iminni mana shu nima deydi, vishistyash liderlar aytgan, misol uchun Glozovlar aytgan, u narsani planda обязательно ayting deganda, biz 2 yilgacha ishlagan bo'lsam, 2 yilgacha eshitmaganman, keyin aytganda u aktivatsiya qilish o'zimdan deb aytdi degan. Menga ham 1 yildan keyin kelgan. Men ishni boshlaganman, nechta odam, 10 tadan oshiq patko'chingga chiqardim. Undan keyin aytilyapti, u ham 1 yildan keyin aytilyapti, aktiva prezentorlarga sabrani bo'lyapti-da. Aktivatsiya degan narsa haqida aytinglar, aktivatsiya bor. Uni eshitib men shokka tushyapman. U yangi olib kelgan odamga $580, mana 3 kunga, 4 kunga puchovka deyapman-da. Bundan keyin qancha $99mi, bilmayman, 199mi точно esimda yo'q. Men sencha aktivatsiya qilib keyin borasan deyapman. U odam qanaqa bu ishni boshlashi mumkin, keyin qanaqa u puchovkani olishi mumkin? U narsa aytgan bo'lsak. U narsa bekitilgan. Boshida aytdim. Aytsangiz hech kim olmaydi buni, aytsangiz. Aniq, men olmasdim. Plus bilet olishingiz kerak, bilet olishingiz kerak. Yana kamida $1000 xarajat qilasiz, kamida $1000. Lekin ko'chada mana Toshkentda Antaliyaga boraman deydigan bo'lsangiz $500 ga, men ko'zim bilan ko'rdim, $500 ga Antaliyaga 10 kunga borib, samolyot bileti ham ichida, yeb ichsiz hamma narsa. Kechki ujingiz biznes klass kamiga. Gapingizga qo'shilaman. $500 ko'rdim Antaliyada. Bir haftaga $425. Gapingizga qo'shilaman. Bu yerda Anjar aka kelyapti. Anjar aka, biron qaytariladimi, qaytarilmaydimi? Bironlar. Biron holatda bo'lsa, qaytariladimi, qaytarmaydi. Dokument beradi, qaytarilmaydi degan. Agar yana ko'proq kavlasangiz, qaytarib beradi. Ko'proq kavlasangiz, ularga negativ yo'qmaydi-ku. Ko'proq kavlasangiz qaytarib beradi. Lekin dokument beradi. Mana qaytarilmaydi. Juda ham ko'p bironlarimiz. Qarangda, mana qarangda. Men sizga qaytarib bo'ladi. Bironda qaytarib olsa bo'ladi, ko'pchilik bo'lib turib, gazini olib bersangiz, Messi Sovik gazini bersangiz, o'sha kuni qaytarib beradi. Messi Sovikda agar kelsangiz, gallashib beramiz bu yerda. Sanjar aka, gapingizni bo'ldim. Yana bitta gap aytib o'tib ketaman shu yerda. Mana yaqinda bo'lgan narsa, men o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Даже o'z videosini ham o'chirildi. Mana bitta misol uchun mana bitta video chiqib ketgan bo'lsa-da, mana shu YouTube'da ham deylik, kimdir sosat qilgan insonda, to'g'rimi? Da boshda turibdi, bunga pul beradi, qanchadir nimadir qiladi, xulos qiladi YouTube'da ham. Agar mana shu videoga ko'proq like bo'lsa, bu ko'proq tarqalaveradi. Agar dislike deydimi, nima deydi? Pastga bosib dislike deyiladimi? Dislike. Dislike'mi xullas. O'sha narsani bossangiz nima bo'ladi? Buni videoni nima qilish kerak bo'ladi? Kanaldan o'chirish kerak bo'ladi. To'g'rimi? Da, обязательно. Shunaqa narsa bor ekan, men yaqinda bilib qoldim. Men ko'rib turibman, men bittasi aytaman, bu tojikistonlik bola deylik, biron qilgan ekan, aldagan ekan, nima qilgan ekan, pul tashlagan ekan. Men unchalik tushunmadim, oz-moz tushunib qoldim. Vishistyash lider aytayapti. Davay deyapti, hammang deyapti, komandanga kir deyapti, bitta deyapti. Mana shunday qilib, mana noto'g'ri like bossin, chappa like bossin dedi. Ana shu paytgacha men o'zimga to'g'ri, men o'zim komandamga aytganman uni. Boyagi bola. YouTube'da bitta ikkita mana Sanjar aka misol uchun birorta bir klip chiqarsa, men o'zim tanishim deb kommentariy yozish mumkin. Hali shu paytgacha mana Alloh yo'lida onangizni jannatga olib borsangiz like bosing, uni men like bosgan inson emasman-da. 28 yoshga to'libchi. Birontaga like bosmaganman, lekin kommentariy yozaman, like bosgan inson emasman.
u narsani bilib turibman-da, u Alloh taolo tomonidan ya Qur'onda keltirilmagan. Bironta do'stingiz yaxshi ko'rsangiz, onangizni ko'rsangiz like bosing deyilmagan. Tushunyapsizmi? O'tana qarang. Shuni deyapti, "Voy" deyapti, "Dislike bosinglar" deyapti. "Что будете bu videoni udal qilsin" deyapti. Qanaqadir deyapti, bespantovoy odam deyapti, chiqar deyapti. Yo'q, o'sha bespantovoy odamni pulini kim oldi? Davay shuni hal qilaylik deyish yo'q. Dislike bos dedi, videoni udal qildi. Tushunyapsizmi? Dislike. Endi qara dedi. Murod aka bitta gapiray. Murod aka. Shoshmang. Eshiting mana shu. Shoshmang. Bitta. Shoshmang. Bitta mana shu oxirigacha yetkazib olay. Mana bu kanalda ham hozir ikkinchi video chiqqan paytda davay dedi, ikkinchimi, uchinchi video chiqqanda davay dedi, kommentariyasini ko'ring, qancha mandaqa like turibdi. Uni ham aytayapti. Davay deyapti, mana O'zbekistondan deyapti, bittasi deyapti, bespantovoy chiqib debdi. Buni ham deyapti, yo'q qilinglar deyapti. Men quloqim bilan eshitdim, mana shu Alloh taolo eshit degan quloqim bilan eshitdim. Bunisini ham bosinglar deyapti. Mana qarang. Aka, kim aytgan shuni? Kim aytgan shu O'zbekistondan mashina chiqdi deb quloqingiz bilan kimni gapini eshitdingiz? Ayting axi. Siz o'zingizga ishonsangiz ayting. Siz kim aytdi? Shuni men sizning yuzingizni bir ko'rib olay, shuni aytaman. Siz o'zingizga ishonar ekansiz. Nima siz interesi men yuzimni ko'rasizmi yo'qmi? Siz ham bir aytingchi kim qilganini? Siz ayting. Ularga nagilik chiqma degan. Ro'zibek ko'rsatasiz. Qarang aka, aytdingizki $6,000 bilan kepti dedingiz. $6,000 bilan kepti dedingiz, ha? Aytibdiki, ertasi kuni aytibdi, sen ishlamasang boshqasi ishlaydi. Lekin men mana shu biznesda 6 oy, 7 oy negativga tushganimda, men liderim kunda telefon qilib turgan, "Bor, sen ishlamasang boshqasi bilan ishlayman" demagan. Undan keyin aytibsizki, planda yolg'on bo'ladi. Turuptovkan aktivatsiyasini aytmaydi debsiz, to'g'rimi? Men kirgan planimda aytaman, eshiting aka, dars eshiting. Men planda yolg'on gapirmadim. Shoshmang. Siz gapirmaysiz. Eshiting, men gapingizni eshitdim boya akam. Aktivatsiya masalasi bo'yicha gapirdingiz. Men har bir kirgan planimga aytamanki, qaysi bir baland balda bo'lsa bir aka gapni eshitasizmi yoki chiqib ketaveraymi? Gapni eshiting axir, men siz gapingizni eshitdim. Men bilib olay, shoshmang. Siz kamerani yoqing. Men kim bilan gaplashyapman? Siz men bilan gaplashyapsiz hozir. Ha? Siz men bilan gaplashyapsiz. Hop, yoqing kamerani. Kimsiz? Odammisiz, shaytonmisiz, nasroniymisiz? Tanishtiring o'zingizni. O'zbek tanishtiring-da. Siz hech kimga gap bermaysiz. Tanishtiring o'zingizni. Ko'rsating o'zingizni. Nimaga men mana shu qo'rqmasdan turibman? Aka, bitta narsa. Ko'rdingizmi? Men nima uchun bunday gapirdim? Eshiting. O'zbek tanishtirmasangiz chiqib keting agar. Normal biladigan kiringiz, endi ishlaydigan kiringiz. Bo'lmasa chiqib keting. Bo'lmasa qarashib aka. Siz lekin men eshitdinglar gapimni kimligimni. Men shunday gaplarni gapirdimki, to'shto sizda ichingizdan nimalar borligini chiqarib olish uchun ko'rdingizmi? O'zi odammisiz, shaytonmisiz, nasroniymisiz deb nima qilishni boshlayapsiz aka? Ko'ryapsizmi, odam, lekin siz haqqoniy agar iymoningiz bo'lsa, siz bunday gapirmaysiz aka. Qarang, iymoningiz bo'lsa, domlani eshitasiz-da, sizda ham bo'lyapti-da akajon. Iymoningiz bo'lsa, siz o'ga qoriga ergashasiz, domlalarni eshitasiz. Siz bir kishi gapiring. Bitta gapiringlar iltimos. To'xtangda. Kimga sizlarga hozir kimlarga haloldan gapirasiz. Ko'rsating o'zingizni, halollik ko'rsating. Chestni bo'lgani, ko'rsating o'zingizni. Hech kimdan qo'rqmayman deyapsiz, halol ishim deyapsiz. Ko'rsating o'zingizni. Ko'rsating. Aka, o'z akangiz yo o'z ukangiz bunday shaytonmisan, kimsan deb nima qilmang aka. Siz hozir 3 kishi gapiryapsiz. Eshiting. Mana ko'rasizmi, yana 3 kishi barobar gapiryapsizlar. Sabrane bo'ladi bularga. Nimaga zoomga kirding degan. Tushunyapsizmi? Ertaga sabrane bo'ladi. Nimaga zoomga kirding deydi. O'zini akaman ko'rsatish kerak, ko'rsatish. Biz o'tiribmiz-ku mana. Halollab bersa ishlaylik bor. Biz ham 3 ta akkauntimiz bor. Mana, akkauntda ishlatishni bilsangiz. Aka qarang. Eshiting. Siz aytingizki $6,000 Murod aka ishlatasizmi yoki eshitmaysizmi aka? Eshitaman, mana shu bitta gapiray. Agar men sizga noto'g'ri gapirgan bo'lsam, mana insijinpinda, mayli, agar mendan o'tgan bo'lsa, Murod aka to'g'ri gapirdingiz. Yo, men o'rtaga tushaman. Murod aka siz to'g'ri gapirdingiz. Bu shaxsi aniq emas odam. Shaxsini bilmayapman. Hatto yuzini ko'ray, men dokument so'ramayapman. Hatto yuzini ko'ray, kim bilan gaplashayotganini. Men mana shu откровенно gapiraman-da. Men hech narsa qo'rqatgan inson emasman-da, tushunyapsizmi? Hech narsadan qo'rqmaysizmi? Hech narsadan qo'rqmaysizmi? Allohdan boshqa hech narsadan qo'rqmayman. Tushunyapsizmi? Gunoh ish qilishdan qo'rqmaysizmi aka? Sizdan nima so'rayapti? O'zingizni ko'rsatinglar. Ko'rsating o'zingizni, O'zbek. Ochmang.
men noto'g'ri bo'lsa men gunoh qilishdan qo'rqaman. Shoshmang, gapni eshiting. Noto'g'ri bo'lsa, endi siz aqlingiz bor-ku, endi jan unchalik qo'pollashib ketmaylik, tupoy bo'lib ketmaysiz-ku, to'g'rimi? Boshingiz bilan urishmagansiz-da. To'g'rimi? Siz gunoh qilishdan qo'rqmaysiz. Endi gunoh qilishdan qo'rqmaysiz, Allohdan qo'rqishda, yo misol uchun odamzoddan qo'rqish. Misol uchun biz sizni bor bir narsa qilib qo'ymaymiz, yo bo'lmasa birontamizni so'kib qo'ysangiz, siz bor oldingizga bormaymiz. Men bormayman siz oldingizga. Tushunyapsizmi? Mana telefonda orqasida o'tirib odamzod har narsa deyishi mumkin-da. Eminni telefonda orqasida turib. Mana Murod aka, men yomon gap gapirdimmi? Gapni eshiting. Yomon gap gapirdingizmi, yo'qmi? U sizga havola. Tushunyapsizmi? Men sizga Yo'q, gapirdimmi? Beretgan savet. Siz mikrofonni ochib, siz tarafingizga yoki mana Sanjar aka yoki mana boshqalar tarafiga. Siz просто men xohlamaymanki yuzimni ko'rsatishni xohlamasman. Siz o'zingizni tanishtirmayapsiz просто. To'ppa-to'g'ri aytaman Murodjon. Siz insonmi, shaytonmi? Men Ro'zibek, Tojikistondan. Ko'rsatingchi o'zingiz qayerda Aka bilmagan narsani. Qaysi ofis? Men Tojikistondanman mana. Bildingiz, ismim Ro'zibek. Ismim Ro'zibek, 20 yoshdaman. Mana biz tanishtiryapman-ku. Ana men sizga 30 sonda qayerda tug'ilganimni ham aytib berishim kerakmi yo'q? Murodjon, bu hozir yaqinda qo'shilgan, bu abuchi oyoq osmonda uchib, bunga sizga nima qiziq? Endi eshiting, qaysi ofisda o'tiribmanmi, ostanovkada o'tiribmanmi? Umuman foydasi yo'q bu bolani. Короче, normal ingliz ishlaydigan kattarog'ini qo'shish kerak, o'sha bilan gaplash kerak. Bu bola yaqinda boshladi abuchilarni. Yaqinda boshlayapti. Osmonda uchib yuribdi hozir bu. Danielni chaqirtiramizmi? O'tgan safar katta ketuvdik-ku. Shu Danielni o'tgan safar Ulug'bek qori domla aytgan-ku, g'ayridinni qo'shma degan joylari bo'ldi-yu. Shunga xafa bo'lgan odamlar ham bo'libdi-da. Mana menda Buxorodan domla aytganda mana menga yozishyapti, shu kommentariyalarni ko'rsanglar, men Instagramni topdim. Menga alam qilgan joyi deyapti, domla odam ajratyapti, deyapti. Nimaga deyapman? Musulmonlarning hayotini, misol uchun, asujat qilyapmiz-ku, harom haloldi. Unga farqi yo'q-ku. Nimaga kiradi desam, ular xafa bo'libdi bular. Daniel 3-titul yopgan odam ekan. Aka, men u narsa endi bular xafa bo'ladimi, xafa bo'lmaydimi? Daniel ular to'g'ri ko'rsatib qo'yapti, informatsiyani beryapti. Danielda o'zi ham hozir birorta Elnesa kirgan birontasini informatsiya yo'q edi. No, yaxshi, rahmat bir tomondan rahmat desangiz ham bo'ladi. Shuncha ma'lumot beryapti, o'qib o'rgatyapti, hayotda to'g'ri yo'lingizni ko'rsatyapti-da. Endi qani, agar izlanaman desangiz, o'zingizda bo'lsa-ki, o'zingiz ham topib olasiz. Lekin u narsani domla gapirgan yo'q, domlarni ayblash yo'q. U yerda men aytdim, sen g'ayridinsan dedim, nima qilyapsan deb. Bu gapni men aytganman unga. Boshqa inson aytgan yo'q. Endi gap u yerda chuvalashib ketgani uchun ular domlarni ayblashgan bo'lishi mumkin. Bu gapni men aytganman. Sen kimsan bu yerda? G'ayridinsan. Seni haqqing yo'q bu yerga kirishga deb. Bu gapni Murodjon, sizga bitta savol bersam mumkin, bitta savol. Bu yerda ishlayapsan, Murodjon? Mengami? Hammaga aytingchi bir, agar Elinizda normal ishlasa, masalan, normal chistni ishlasa inson 4 yil 5 yilda investor tutin olsa bo'ladimi? Yo'q bo'ladimi? Qiyin masala. Men savlab chiqdim o'shani. Chestni hech kim, masalan, Gulazoplan chestni yopgan yo'q. Kim Anarbek chestni yopgan yo'q, shundaymi? O'zingiz bilasiz qanday yopganlarni. Qarangda, Sanjar aka, shu joyga bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Aka, u 4 yil 5 yilda hamma yopolmaydi. Nimaga? Chunki harom hammaga ham yuqormaydi. Yuqormaydi. Xudoning ko'rsatib qo'yadi. Aytam, bizda ham vaqtida chiqdik biz mana. Yolg'on bilgandan birdan chiqdik. Men juda katta agromnik ekan. Hammasini chiqardim. Murodjon biladi mana. Men juda ko'p LNSchilar bilan gaplashyapman-da aka. Qarangda, domlani boshqa videolari borki, domla dangalroq gapiradi. Misol, og'zi yomon ekan, men domlani ishonmayman, boshqa deyapti. Ulug'bek domlani ilmiga samneniya qilayotgan odamlar ham bor-da. Misol, gaplashgan odamlar ham ichida, og'zi yomon ekan, odam ajratdi, boshqa gaplar bo'lyapti bu yerda. Gapirdi. Domla bunday dangalcha gapiradi-da, dangal. Menga yoqadi misol uchun. Marat yozibdi, yangilarga maslahat bering deb. Короче, bu biznesda pul sistemasi noto'g'ri, yolg'on pul sistemasi, tovari ham yolg'on, tovari ham g'irt yolg'on. Hech qanaqa tovar AliExpressdan keladi, Bakuga keladi, Bakuda elini savg'ani qo'yib bizga jo'natadi. Eng arzon bo'lmagan tovar. Mana tovarni to'g'ri, yaqinda Toshkentga olishga keldi tovar, pechlari buzilib yotibdi. Kim taniydi? Mana o'tiydi, kim taniydi? Mana o'tdik. Elines o'tiymi? Kim olgan mana shuni? Qarang, o'tgan safar ana aka aytdi-da, mana yerda tagiga paroliga qaradida, mana parolni aytdi-da.
model no K10076 mana yaxshilab ko'rib olinglar. Chista Xitoydagi dedi, Xitoyda o'shani ko'rsatib berdi-da. Biz qanchaga olyapti? Magazinga borib, kapeka turibdi. Magazinga 1000 so'm, 1000 rubl turibdi o'sha. Siz qanchaga olyapsiz? Mana shu aka, mana organizator aka kim? Mana shu ko'rsatib beruvdi o'tgan safar. Adashmasam. Shu videoga ham navbat kelib qoldi, shu video ham chiqadi xudo xolasa yaqin. Mana shu Prosta men o'zim safar indamagandim, indamay turgandim. Daniel kirgandan keyin men asabim qo'zigandi. Prosta men kirib mumkinmi Murodjon? Mumkinmi? Admin sizlar meni iltimos qilgandingiz, Lombardga borib soat bilan braslet ko'rsatgandingiz. Lekin menga ruxsat bermadi, aytdim sizga videoga tushirishga. Hamma joy kamera bor, ruxsat bermadi, lekin buni dedi, sen nima bu Lombardga kerak bo'ladigan narsa emas dedi. Buni 500 so'mga so'rayman dedi. 500 so'mga so'rab u so'ramadi. Qayerga borsang 500 so'mga so'raydi dedi. O'sha soat 2000 arzimaydigan narsa dedi. Lombarddagilar aytdi. O'sha soatni asl narxini siz Elenista narxini aytib qo'ying, keyin yaxshi ma'lumot bo'ladi. Elenista soat narxi bilan qarasanglar 680 $690. O'sha $690 soatni 500 rublga so'ramadi xullas, to'g'rimi? Yo'q, unda bitta soat, bitta braslet bor. $690 bir dona soat bor. Yangi hozir $700 bitta soat, bitta braslet bor. Yo'g'i 1390 mi, $1400 ikkita soat, ikkita braslet bor. Ha, u to'g'ri. 7 ballikda, to'g'ri, 7 ballikda bor. $1340 mi shunday? 1400. U $1400 ga bilasizmi nimalar qilish mumkin ekan? Hozir mana shu mavzu yaxshi. Doktor gapiryapti, lekin Elinizda ishlaydiganlarga odam rahim keladi. O'zim ofisga boraman-da, ofisga har zaman borgan paytim liderlarga rahim keladi. Hammasi qarzga botgan, cho'ntakda pul yo'q. Lekin milliondan gapiradi. Birov ishlagan pulni bera olmadi mana. Janjal qilib oldik pulni, juda ko'p urushib oldim. 3 oy janjal qilib oldim. Yana ham qolib ketdi, hozir yana ham bor. Uni ham hozir kam $180 qolgan, o'shani mana Murod qancha bo'ldi Murodning pul olganiga? 1 oy bo'ldi. 1 oydan beri uni ham ololmayapman mana. 200 $1 oy bo'lib qoldimi? Bo'ldimi? Bu qoldi. Ha, uni ham men bor janjal qilsam olaman, uni ham ololmayman agar. Nima deyapti? Telefon qilsam pul yo'q deyapti. Ofisda pulni to'lolmayapmiz deyapti. Ofisda nimasini? Arendasini to'lolmayapmiz deyapti. Taxmin qilayin deyapti. Gulyoz aytayapti, to'lolmayapmiz deb, pul kerak deyapti. Qachon to'lasak, arendani to'lasak keyin beramiz deyapti. Men bu nima deydi? Planda unaqa ko'rsatilmaydi, planda ko'rsatiladi. Har haftasiga pulni necha olasan deyiladi. Har seshanba kuni. Tovarni 8 oy deganda tovarni oldim. 8 oy deganda. Ya'ni bitta narsani mana shu sanjarga 5 oy bo'ldi. Mana qarangda, eshitingda, mana bitta narsada endi yomonlavermaylik. Endi o'zi har bir inson o'zini holatiga mana sizga aytayapti-da, libbo joyga ishga borsangiz, hozir mana Sanjar akaning gapidan-da, mana shu dedi, reskani dedi, olasan dedi-da, mana shuni olib dedi, mana shu qo'yasan dedi, senga dedi 400 rubl pul beraman deyapti-da. Men o'zimda hali chaqirgan liderimga ham aytdim-da. Mana shu 400 rubl pul beraman deyapti, to'g'rimi? Siz mana shu narsani oldingiz, mana shu yerga olib kelib qo'ydingiz. Siz долженsiz o'sha 400 rublni olishga, haqqingizni talab qilib olishga. Siz haqqingiz bor-da. Tushunasiz, o'sha narsani qilib qo'ydingiz-da. Endi nima deyapti? U yerda deyapti, yana bitta turibdi. Faraz qiling, bu yoqda turibdi. Ikkinchisini olib kelib qo'ysang, keyin seni pulingni beraman deyapti-da. Tushunasizmi? Mana ikkinchisini o'z siz qiynalib turib bitta registratsiya chiqaryapsiz-da. Qiynalib turib, hali odamga nima qilasiz? Nima deydi? Yalnasizda rosa degancha. Ana unday bo'ladi, bu bo'ladi. Follow qilasiz, o'rgatasiz, u yoqda sizga o'rgatadi, mamnun qilasan, unday qilasan, har tomon o'rgatadi-da sizga. Ha, do'sting bo'lsa, ish olmasa, do'sting mana shunaqa qil. Biz odamgarchilikka chaqirmayapmiz. Odamgarchilikdan chiqib ketyapmiz, tushunasizmi? Shaxsan o'zim qancha yaqinlarimni yo'qotdim-da shuni orqasidan. Yashang. Men aytmoqchiman. Bunda inson yaqin topish emas, yaqinlardan ajralish ko'proq bo'ladi. To'g'ri. Kurgulyani deydi, naborot kurgulyanani yo'qotas ekan bunaqada. Elnasa ishlasang, ishlab bo'lmasa, menga shunaqa narsalar aytganki, masalan, sen bitta yaxshi ishga chaqiradigan bo'lsang, kelmayaptimi? Kecha unaqa yaqin ertaga og'ir kuningni ham tura olmaydi, shunaqa kuningni tura olmagan gaplar bo'lyapti-da. Demak, o'zingga ishonmaysan. Demak, o'zingga ishonmaysan. Sen do'sting emas dedi. Xudo kechirsin, yomon yolg'on ko'p ma'lumot olganmiz-da, yomon yolg'on. Kallamizni zaharlayapti-da, Xudoning to'g'ri qilib chiqarib oldi bizni vaqtida. Qarangda, bu yerda shunaqa narsa bo'lyapti.
mana siz pulingizni endi olib oldingiz, men gapimni oxirigacha mana olganingiz yo'q pulingizni. Mana misol uchun mana Sanjar aka bo'layotgan bo'lsa, mana men o'zimni pulim bo'layotgan bo'lsa, men litrimga aytyapman, "Va ber pulimni" deyapman-da. Ber pulimni desam, nima deyapti? Sen yana registratsiya chiqarib qo'y yo bron chiqarib qo'y deyapti. Men u narsani qilib qo'yganman, yana talab qilyapti. Olsa men yana qilib odamni yana ushlashda, tushunasizmi? Bu mana bu zamberiyut deydi. Bitta narsani kallangizga qo'yaveradi. Maktabda ham zamberiyut qiladi, hayotda ham, ishda ham, hamma joyda bor. Bitta narsaga siz o'rganib qoldingizmi, o'sha siz nima bo'lasiz? O'sha narsaga zamberiyut bo'lgan bo'lasiz. Bitta sizga ma'lumotni qaytarib beryapti. Shu bu yoningizdagilarni uzoqlashtirish uchun. Tushunasizmi? Naborat endi chaqirish kerak, ularni podключение qilish kerak. Agar siz podключение qilmasangiz, ular sizga voz kechishingiz kerak ekan. Qayerda aytyapti? Murodjon aka, yana bitta narsa bor. Bunda plan, обязательно degan narsa bor. U narsa planda ko'rsatilmaydi, tushunaymi? Majburiyat degan narsa bor. Majburiyat qilishingiz kerak. Haftasiga mana shuncha tovar qilasizda majbur qo'yiladi. Endi lider sostav, prezentor sostav degan narsa bor. Ruzboy eshitib turibdi, agar bilsa, Ruzboyga ishonchim komil emas, bu yaqinda qo'shilgan bu bola.